bolangiz kolbasani yeb nonini qoldirib ketadimi? Doim bu retsept bilan sizlar hammasini yedirasizlar. To'yimli nonushta choy qaynaguncha tayyor bo'ladi. Yaqinroq kelinglar. Menda har doimgidek Rizo kolbasalari shunaqa dumaloq qilib to'g'rab olamiz va ikkita tuxumga buymirkini xohlagan foizli sutidan solsanglar bo'ladi. Tuz va un solib, quyuq shunaqa massa qilib olamiz qizlarjonlar va gazga skоворodkaga yog'ni qo'yib, buni ustiga kolbasalarni solib, qip-qizil qilib, chiroyli qilib 5 minutda pishirib olamiz. Qarabsizlarki, bolanglar nonini ajratib kolbasani yeb o'tirmasdan hammasini yeb qo'yadi, chunki quymog'i ham juda ham shirin bo'ladi va ichidagi kolbasasi bilan birgalikda to'yimli nonushta ham tayyor. Qarabsizki, choyingiz qaynab chiqquncha ertalabki bolajonlar uchun to'yimli nonushta tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Ha, aytgancha sizlarni ham bolanglar kolbasasini yeb nonni qoldiradimi? Yozib ham qoldiringlar kommentariyada.